Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki u pensiya olayotgan onaxon va otaxonlarimizga, nogironligi bo'yicha pensiya oluvchilarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va pensioner qarindoshi bor har bir xonadonga bevosita taalluqli. 1 avgustdan boshlab pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar masalasi bo'yicha ko'pchilikda savol ko'paydi. Kimga beriladi, qancha beriladi? Avtomatik tushadimi yoki ariza yozish kerakmi? Hamma pensioner oladimi yoki faqat ayrim toifalargami? Men bugun sizga bu mavzuni oddiy tilda, chalkash joylarini ochib, hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim nuqtalar odatda aynan hujjat, ariza, bank kartasi, yashash joyi va imtiyoz turi bilan bog'liq bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar kechikib eshitilsa, odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensionerlar har oy o'z pensiyasini belgilangan grafik asosida olardi. Kimdir bank kartasiga olardi. Kimdir pochta orqali uyiga yetkazib berilishini kutardi. Kimdir naqd shaklda olardi. Pensiya miqdori asosan fuqaroning ish staji, o'rtacha ish haqi, pensiya turi, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati va qo'shimcha ustama huquqlarga qarab hisoblangan. Lekin amaliyotda bitta katta muammo bor edi. Pensionerlarning hammasi ham o'ziga tegishli qo'shimcha to'lovlardan xabardor emas. Masalan, ayrimlar yolg'iz yashovchi keksalar uchun beriladigan yordamlar haqida bilmaydi. Ayrimlar nogironlik guruhi bo'yicha ustama olishi mumkinligini tushunmaydi. Yana kimdir mehnat staji qayta tasdiqlansa, pensiyasi oshishi mumkinligini bilmaydi. Ba'zan bir dona arxiv ma'lumotnomasi topilmagani uchun odam yillar davomida kamroq pensiya olib yuradi. Endi avgustdan qo'shimcha to'lovlar bo'yicha gap ketganda, eng avvalo bitta narsani aniq tushunish kerak. Qo'shimcha to'lov degani hamma pensionerga bir xil miqdorda pul qo'shiladi degani emas. Qo'shimcha to'lov bir necha turda bo'lishi mumkin. Birinchisi pensiya miqdorining qayta hisoblanishi. Ikkinchisi ayrim toifadagi pensionerlarga ustama yoki kompensatsiya berilishi. Uchinchisi ilgari rasmiylashtirilmagan imtiyozlarning tiklanishi. To'rtinchisi ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlarga mahalla yoki tegishli organlar orqali moddiy yordam ajratilishi. Shuning uchun men tomoshabinlarga doimo aytaman, faqat sarlavhaga qarab xulosa qilmang. Pensionerlarga pul beriladi xabarni ko'rganingizda darhol 3 ta savol bering. Kimga, qaysi asosda, qanday tartibda? Mana shu 3 ta savolga javob topilsa siz adashmaysiz. Birinchi muhim masala. Qo'shimcha to'lovlarni olish huquqi pensionerning toifasiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchi fuqaro bilan nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning huquqlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Boquvchisini yo'qotgan oila uchun to'lanadigan pensiyada esa oluvchilar soni, farzandlarning yoshi, o'qiyotgani yoki ishlayotgani kabi holatlar ahamiyatli bo'ladi. Keling, hayotiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, oltin tekis yoshli otaxon 35 yil ishlagan, lekin pensiya chiqayotganda uning 5 yillik ish staji arxivda topilmagani uchun hisobga kiritilmagan. U kishi har oy 1.800.000 so'm pensiya olib kelgan bo'lsin. Keyin farzandlari eski korxona arxividan hujjat topdi yoki mehnat daftarchasidagi yozuvlar tasdiqlandi. Shunda pensiya jamg'armasi pensiyani qayta hisoblab, uning pensiyasiga oyiga deylik 1.5 yoki 2.5 so'm qo'shilishi mumkin. Bu ham qo'shimcha to'lov hisoblanadi. Lekin bu pul o'z-o'zidan tushmaydi. Hujjat topshirish kerak bo'ladi. Ikkinchi misol. 72 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa hududda yoki umuman yordam bera olmaydi. Uning pensiyasi bor. Lekin dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat xarajatlari pensiyadan oshib ketadi. Bunday holatda faqat pensiya emas, balki ijtimoiy yordam, moddiy yordam yoki mahalla orqali ko'rsatiladigan yordam masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. Ayrim odamlar "Men pensionerman, demak qo'shimcha pul avtomatik tushadi" deb o'ylaydi. Aslida esa ijtimoiy ahvoli o'rganilishi, mahalla tavsiyasi tegishli ro'yxatga kiritilishi kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Nogironligi bo'lgan pensionerlar masalasida ham nozik joylar bor. Agar fuqaro nogironlik guruhi bo'yicha pensiya olsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, nogironlik muddati, guruh o'zgarishi, qayta ko'rik sanasi katta ahamiyatga ega. Masalan, ilgari 3 guruh bo'lgan fuqaro keyinchalik 2 guruh deb topilsa, uning pensiya ustamalari qayta ko'rilishi mumkin. Lekin bu jarayon uchun yangi xulosa tizimga kiritilishi, tegishli organlar ma'lumot almashishi yoki fuqaro murojaat qilishi talab etiladi.
To'rtinchi misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilada 2 nafar farzand bor. Ulardan biri 18 yoshga to'ldi. Lekin oliy ta'lim muassasasida kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettiryapti. Bunday holatda pensiya davom etishi yoki qayta rasmiylashtirilishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida berilmasa, to'lov to'xtab qolishi ehtimoli bor. Keyin odam nega avgustda pul tushmaydi deb yuradi. Sabab esa oddiy. Tizimda farzandning o'qiyotgani tasdiqlanmagan. 5-misol. Bank kartasiga pensiya oladigan, pensionerning kartasi muddati tugagan bo'lishi mumkin. Pensiya hisoblangan, pul ajratilgan, lekin karta faol bo'lmagan yoki bank rekvizitlari o'zgargani uchun pul tushmaydi. Ko'pchilik buni menga qo'shimcha to'lov berilmadi deb tushunadi. Aslida esa muammo pensiya huquqida emas, to'lov kanalida bo'ladi. Shuning uchun avgustdan oldin va keyin pensionerlar bank kartasi amal qilish muddatini, SMS xabarnomani, bank ilovasini yoki bank filialidagi ma'lumotni tekshirishi juda muhim. Menimcha, birinchi navbatda hujjatlarda noaniqlik bor pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Mehnat daftarchasida yozuvlar xira bo'lsa, ish joyi nomi o'zgargan bo'lsa, korxona yopilgan bo'lsa, arxiv hujjati yetishmasa, pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda qo'shimcha to'lov olish imkoniyati bor, lekin buni aniqlash uchun tekshiruv zarur. Ikkinchi toifa nogironlik muddati tugash arafasida bo'lgan pensionerlar. Agar sizning nogironlik hujjatingiz muddati yakunlanayotgan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tishni kechiktirmang. 1 oy kechiksangiz to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin tiklash jarayoni vaqt oladi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Ayniqsa farzand 18 yoshga to'layotgan bo'lsa, o'qishga kirgan bo'lsa, akademik ta'til olgan bo'lsa yoki ta'lim shakli o'zgargan bo'lsa, hujjatlarni albatta aniqlashtiring. Kunduzgi ta'lim, sirtqi ta'lim, kechki ta'lim masalalari pensiya huquqiga turlicha ta'sir qilishi mumkin. 4-toifa pensiyasini pochta orqali oladiganlar, uyda bo'lmagan. Manzilini o'zgartirgan, vaqtincha boshqa tumanga ketgan pensionerlar to'lovni qabul qilishda muammoga duch kelishi mumkin. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, buni rasmiy ravishda bildirish kerak. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz yillar davomida muntazam tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha muddati o'tmagan ma'lumotlaringiz bo'lsa, odatda to'lovlar belgilangan tartibda davom etadi. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki ba'zan odam o'ziga tegishli ustamadan bexabar bo'ladi. Endi eng muhim nozikliklarga o'tamiz. Birinchi noziklik. Qo'shimcha to'lov har doim ham birinchi kundanoq kartaga tushmaydi. Avgustdan degan ibora ko'pincha tartib kuchga kiradigan sana degani. To'lov esa pensiya grafiki bo'yicha hudud, bank, pochta va hisob-kitob jarayoniga qarab bir necha kun farq bilan amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun avgust kuni ertalab pul tushmasa, darhol vahima qilish kerak emas. Avval pensiya to'lov jadvalini tekshiring. Ikkinchi noziklik, ayrim to'lovlar avtomatik, ayrimlari ariza asosida bo'ladi. Masalan, pensiya miqdori umumiy indeksatsiya qilinsa yoki eng kam miqdorlar o'zgarsa, bu odatda tizim orqali hisoblanadi. Lekin staj qo'shish, arxiv hujjati asosida qayta hisoblash, ayrim imtiyozlarni tiklash, manzil o'zgarishi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qish ma'lumotnomasini taqdim etish kabi holatlarda fuqaroning o'zi harakat qilishi kerak bo'ladi. Uchinchi noziklik, qo'shimcha to'lov qarzdorlik yoki ushlab qolishlar bilan kamayib ko'rinishi mumkin. Masalan, pensioner aliment, kredit, sud qarori yoki ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish bo'yicha ushlab qolishga ega bo'lsa, uning kartasiga tushgan pul kutilganidan kam bo'lishi mumkin. Bu holatda menga kam to'lashdi deb xulosa qilishdan oldin pensiya jamg'armasidan hisob varaq izohini, bankdan esa ushlab qolishlar bo'yicha ma'lumotni so'rash kerak. 4-noziklik. Pensiya oluvchi fuqaro vafot etgan taqdirda oila a'zolari oxirgi oy to'lovi, dafn puli yoki olinmay qolgan pensiya bo'yicha alohida tartib borligini bilish kerak. Bu og'ir mavzu, lekin amaliy hayotda juda muhim. Ko'pincha qarindoshlar qayg'u ichida yurib, hujjat topshirish muddatini o'tkazib yuboradi. Shuning uchun bunday holatda fidya hujjati, vafot etganlik guvohnomasi, qarindoshni tasdiqlovchi hujjatlar va murojaat tartibi aniqlashtiriladi. 5-noziklik, chet elga vaqtincha ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddatga boshqa davlatga ketgan bo'lsa, to'lov tartibi, ishonchnoma, bank kartasi orqali olish, yashash joyi ma'lumotlari bo'yicha savollar tug'iladi.
har bir vaziyatda alohida tartib bo'lishi mumkin. Ishonchnoma notarial tasdiqlangan bo'lishi, muddat o'tmagan bo'lishi. Bank tomonidan qabul qilinishi kerak. 6. Noziklik, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 5 avgustdan pensionerlarga qo'shimcha pul chiqdi. Menga pasportingizni yuboring. Karta raqamingizni ayting. SMS kodini bering degan qo'ng'iroq yoki xabarlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kodini, bank karta PIN kodini, bank ilovasiga kirish parolini hech kimga bermang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir qo'shimcha to'lovni chiqarib beraman, oldindan pul tashlang desa, bu ham shubhali holat. Rasmiy masalalar faqat pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, bank, mahalla yoki rasmiy portal orqali hal qilinadi. 7. Noziklik, ro'yxatdan o'tgan manzil va haqiqiy yashash manzili. Ko'pchilik pensioner bir tumanda ro'yxatda turadi, boshqa tumanda farzandinikida yashaydi. To'lov pochta orqali bo'lsa, bu muammo tug'dirishi mumkin. Mahalla yordamlari yoki ijtimoiy ro'yxatlar bo'yicha ham haqiqiy yashash holati tekshirilishi mumkin. Shuning uchun manzil masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Endi aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam. Pensiya turi va miqdorini tekshiring. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki nafaqa turimi? Buni aniq biling. Chunki pensiya va nafaqa atamari ko'pincha aralashib ketadi. Lekin huquqiy tartibi farq qilishi mumkin. 2-qadam. Oxirgi to'lovlarni solishtiring. Iyul oyida qancha tushgan, avgust oyida qancha tushgan? Oldingi oylar bilan farq bormi? Bankdan SMS kelganmi? Kartada ushlab qolish bo'lganmi? Shularni yozib chiqing. Agar farq bo'lsa, taxmin bilan emas, raqam bilan murojaat qiling. Masalan, iyulda 1.950.000 so'm oldim, avgustda 2.120.000 so'm tushdi yoki aksincha 200.000 kam tushdi deb aniq aytish kerak. 3-qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot. Mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar, farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar. 4-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Pensiya miqdori qayta hisoblash, staj, ustama va to'lov bo'yicha birinchi navbatda hududiy pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi. Agar davlat xizmati orqali ariza topshirish imkoniyati bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga borish mumkin. Elektron xizmatlardan foydalana oladiganlar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ma'lumot olishi yoki ariza yuborishi mumkin. Bank kartasi pul tushmaganligi, karta bloklangani, karta muddati tugagani bo'yicha bankka murojaat qilinadi. Ijtimoiy yordam, yolg'iz keksalar, mahalla ro'yxati, moddiy ko'mak masalalarida mahalla va ijtimoiy xizmat organlariga murojaat qilinadi. 5-qadam. Ariza yozganda umumiy gap yozmang. Menga pul berilgan ariza kuchsiz bo'ladi. To'g'riroq shakli shunday bo'ladi. Mening pensiyam miqdorini 1 avgustdan kuchga kirgan tartib va mavjud hujjatlarim asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Mehnat stajimga oid qo'shimcha hujjatlarni ilova qilaman. Natijasi bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman. Agar pul tushmagan bo'lsa, avgust oyi pensiya to'lovi bank kartamga kelib tushmagani sababli hisob-kitob va to'lov holatini tekshirib berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, mas'ul xodim ham masalan tezroq tushunadi. 6-qadam, yozma javob oling. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar siz pensiya qayta hisoblanishi kerak deb hisoblasangiz, hujjat topshirganingizni tasdiqlovchi kvitansiya, ariza raqami yoki qabul qilingan sana bo'lishi kerak. Keyin javob kelmasa, aynan shu raqam bilan qayta so'rab berasiz. 7-qadam, oilada pensioner bo'lsa, farzandlar yordam bersin. Ko'p onaxon va otaxonlar telefon, ilova, portal, bank SMS'larini tushunmasligi mumkin. Farzandlar bir marta vaqt ajratib pensiya kartasi ishlayaptimi? Hujjatlar to'liqmi? Nogironlik muddati o'tmaganmi? Qo'shimcha imtiyozga huquqi bormi? Tekshirib qo'ysin. Bu oddiy ish ko'rinadi, lekin oyiga 100.000, 200.000, ba'zan undan ham ko'proq mablag'ni saqlab qolishi mumkin. 8-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Har xil Telegram kanallarda sarlavha baland bo'lishi mumkin, lekin tafsilot noto'g'ri berilishi ehtimoli bor. Shuning uchun pensiya jamg'armasi, tegishli vazirliklar, davlat xizmatlari va banklarning rasmiy e'lonlarini tekshiring. Agar biror xabar
hamma pensionerga falon so'mdan tarqatiladi deb yozilgan bo'lsa, lekin rasmiy manbada yo'q bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Yana bir amaliy maslahat, agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, faqat oxirgi oyga qaramang. Ish staji, ish haqi, imtiyoz, ustama, nogironlik guruhi, parvarish qaramoqdagi shaxslar, mukofotlar, faxriy unvonlar kabi omillarni alohida tekshirish kerak. Ba'zan bitta hujjat pensiya hisobida katta farq qiladi. Masalan, fuqaro zararli ish sharoitida ishlagan bo'lsa, pedagog yoki tibbiyot sohasida uzoq yil ishlagan bo'lsa, harbiy xizmat yoki boshqa maxsus davrlar bo'lsa, bularni oddiy fuqaro o'zi to'liq hisoblay olmasligi mumkin. Mutaxassisdan maslahat olish foydali. Agar sizga tegishli emas deyishsa, sababini so'rang. Nega tegishli emas? Qaysi bandga asosan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qanday hujjat topshirsam qayta ko'riladi? deb aniq savol bering. Chunki ba'zan rad javobi yakuniy qaror emas, balki hujjat yetishmagani bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, arxiv ma'lumotnomasi olib kelsangiz, masa qayta ko'rilishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, 1 avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar mavzusida eng asosiy xulosa shuki, bu masalada hammaga bir xil yondashuv bo'lmasligi mumkin. Kimdir qo'shimcha ustama oladi, kimdir pensiyasi qayta hisoblanadi. Kimdir hujjat topshirsa huquqini tiklaydi. Kimdir esa bank kartasi yoki manzil muammosini hal qilish kerak bo'ladi. Eng muhimi, kutib o'tirmang, o'zingizga tegishli huquqni tekshiring. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pensiya miqdoringizni, bank kartangizni, hujjatlaringizni va agar mavjud bo'lsa, imtiyozlaringizni tekshirib chiqing. Agar oilangizda pensioner ota-ona, bobo-buvi yoki nogironligi bo'lgan yaqin inson bo'lsa, ularga yordam bering. Ba'zan bitta ariza, bitta ma'lumotnoma yoki bitta bank tekshiruvi odamning oylik daromadiga sezilarli ta'sir qiladi. Sizning hududingizda avgust oyidan pensiya yoki qo'shimcha to'lovlarda o'zgarish bo'ldimi? Pul kartaga tushdimi? Ko'paygimi yoki muammo bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensionerlarning haq vaqtida va to'liq yetib borishi faqat davlat organlarining emas, balki har birimizning e'tiborimizga ham bog'liq.